yigit kasal bo'libdi. Qo'li og'rib doktorga boribdi. Doktorga shundoq borsa, doktor tekshirib, "Aka, vaziyat og'ir. Qo'lingizni kesmasak bo'lmaydi." Yo'q, men qo'lsiz yashamayman. Iloji yo'q, bo'lmasa boshqa yoqqa ham o'tib ketadi, keyin kech bo'ladi. Yo'q, nima uchun deb ko'chaga chiqqan ekan, o'rtoqlar aytdi, "Ey" debdi. Ana Chorvoqqa bor, Burchumulla tarafga, o'sha yerda bir kampir bor, tabib. Ana o'shandan davosini topasan deb tabibning oldiga borgan ekan, hali tabib xolam, "Kebalam, nima bo'layapti?" desa, "Doktorga bordim, qo'lingni kesaman" deb aytdi desa. Kesaman deb aytdi. Bu doktorlarda insof qolmadi. Bu doktorlar hozirgi doktorlar kessa qutulsa-da bular hozir. 11 yil o'qiydi, kessa tashlasa qutulsa-da bular. Tavba qil. Shunaqa ham bular odamning hayoti o'yinchoq bularga. Bitta damlamani berib, bitta kosada, "Mana, mana ichib olgin" debdi. Shartta ichib olib, "Xudoga shukr, ey xolajon, ancha yengil tortdim o'zimni. Bo'ldi, meni qo'limni kesishim shart emasmi?" desa, "Yo'q, bolajonim, qo'lingni kesish shart emas. 2 marta qattiqroq yo'talsang, o'zi uzilib tushadi" deymish.